Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, qadrdonlar. Yana bir xonadonimizni Shirmonbulog'da tunaka fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizga ham chiroyli, go'zal holatda tunaka fonishlarimizni qilib berganmiz. Bu xonadonimizni o'xshi hisobi 249 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Tanlovlari o'zi bo'lgan. Bu xonadonimiz 249 kvadrat qayerlari bo'lganini sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Shirmonbuloqdagi ishimiz o'z nihoyasiga yetgan. Bu xonadonimizni tunaka fonishlarini chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu joyimizda tarnovlari bo'lgan, faqat tunaka ishlatganmiz va bambuk panelimizdan qo'yib berganmiz. Ichkari tomonlariga ham hozir kiramiz, ko'rsatib o'taman. Qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman, adashib ketsam, mabodo to'g'ri tushunasizlar. Ko'cha tomonimiz, shapkamiz uzunligi 20 metr, 1.5 lik shapka bo'lgan. 20 metrga 1.5 lik shapkamizni shunaqa ko'rinishda fasonimizdan qilib berganmiz. Bu xonadonimizni ko'riplari, darvozaxonasi, ko'chasi, ichki, tashqi shapkalari hammasi bo'lib 249 kvadrat tunaka ishlangan. Paneli 32 metr bambuk panel qo'yganmiz. Общий hisobi 35 million 600 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz jami xarajati ichida bo'lyapti. Tarnov bo'lmagan, tarnovdan tashqari bo'ladi o'zi aslida. Bu yerimizda hamma yo'g'i ichida bo'lyapti. Shu 35 million 600 mingga tayyor bo'lyapti bu xonadonimiz. Ko'cha tomonimizni ko'rib o'tdik va ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda bitta darvozaxonamiz bor. Bu tomonimizdagi darvozaxonamiz uzunligi 8 metr. 8 metrga 340 santimetrlik, u qoradan qoragacha 340 santimetrlik darvozaxonamiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bambuk panel deganimizda buni nazarda tutyapmiz. Va ichkariga kirganimizda ichkarimizda yana bitta darvozaxonamiz uzunligi 12 metrga 330 lik darvozaxonamiz. Yana bitta tomoni bu. Shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. 12 metr uzunligi, 330 santimetrlik. Va ichkari tomonda shapkasi bo'lgan. Albatta bu joyimizda ko'riplari ham anaqa regellarni ko'rib bilan yasab o'tib ketganmiz. Shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Tushdi, chiqdi, kirdi, hamma tomoni bir xillikda bo'ladi. Ichkari tomon shapkamiz novoli, katta qoshli ko'cha tomon bilan bir xil bo'lgan. Novo katta qosh bo'lib, uchekadan burchakgacha, burchakdan bu burchak nari tomonigacha uzunligi 32 metr joyimiz. 1.23 lik shapkamizga shunaqa ko'rinishda fasonimizdan qilib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. 120 minglik listimiz 03, 130 minglik listimiz 035, 135 minglik listimiz 037, 140 ming so'mligimiz 04 oxirgi listimiz. Undan boshqasi 04 dan boshqasi manaqa aksessuarlarimiz bukilmaydi. To'rtburchak qirrali bo'lib bukilmaydi. Shuni hisobiga 04 dan boshqasi tepasini ishlatmaymiz. 04 deganimizda eng qalini, eng oxirgisi, qolganlari ham standartga javob beraveradi. Xudo xolasa bu xonadonimizni ham hozir bunday hisoblaydigan bo'lsangiz, tanlovlari qo'yilgan holati, iloji bo'lsa qo'ymasa keyin to'g'rilab ketsa ham bo'laveradi, lekin bu yerda yaxshi holatda qo'yilgan. Bir-biriga hamma yo'g'i to'g'ri kelaveradi. Agar qo'yilmagan taqdirda ham olib kelib qo'yib beramiz. U alohida metrda bo'ladi. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa tunaka fon ishlari kerak bo'lsa, agarda bemalol nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu xonadonimizni ham ko'rib turgan xonadonimizni hamma yo'g'i ichida olib kelingan. Shu 35 million 600 ming so'mga 249 kvadrat tunaka va bambuk panel 32 metr hamma yo'g'i kelgan 35 million 600 mingga tayyor bo'lgan. Rekasi, usta haqqi, samarasi, tunakasi, lesani ham olib kelib, xullas sizdan bir mahal obed bo'ladi. Yaqinroqda 50-60 kilometrgacha qatnab ishlaymiz. Rishtonda ish qilsak, masalan, Qo'qonda yoki bir uzoqroq, bizdan o'zimiz Andijon viloyati Asakadanmiz. Uzoqroq bo'lgan joylar bo'ladigan bo'lsa,
iloji yo'q yotoq bo'lib qoladi. Ashi ozgina muammo bo'ladi. Qolgan narsa xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizga ham xonadoningizga tunaki fon ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.